Yoshlikda hammamiz ko'rgan Ajdodning Bittuvchan multfilmi, jonli filmi yoki kinosi. 2 hafta oldin buni rasmiy treyleri chiqdi. Uni biz hozir tahlil qilib ko'ramiz. Xo'sh, videoni cho'zib o'tirmasdan videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Sizlar bilan yana har doimgidek Bekurjon. Sizlar ham o'zi Instagram, YouTube'da, TikTok'da videolar ko'p chiqqan bo'lsa kerak, Ajdarlar o'rgatuvchilar kino chiqqanmi? Kinoning syujeti multfilmnikidek bo'ladi. Prosta sal boshqacha bo'ladi. Ajdarlar o'rgatuvchilar bir kinosining syujeti xuddi multfilmnikidek bo'ladi. Faqat sal boshqacharoq. Chunki Simba, Peter Pan, shunga o'xshash Winnie Pooh, shunga o'xshagan multfilmlar kinosi chiqqan. Xo'sh, ularning syujeti o'xshash, lekin xuddi birga bir bo'lib chiqmagan. Va boshqacha. O'shaning uchun buni ham syujeti sal boshqacharoq bo'lsa kerak. Lekin grafikasi yaxshi, yomon emas. Lekin menga bitta yoqmagan tarafi kim bor? Siz. Tungi Furiya. O'shani grafikasi menga yoqmayapti. What? Chunki o'zim ham multfilmni Tungi Furiya uchun ko'rardim. Uning grafikasi qanaqadir g'alatiroq ishlab qo'ygan. Uni yaxshi realistikka o'xshaydi. G'alatiroq ishlab qo'ygan. Menga uncha yoqmadi, balki qolganlarda o'zgartirishar. O'rgatuvchilar 1, 2, 3 qismlarni yuqori formatda men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, o'sha yerdan topishingiz mumkin. Xo'sh, yana bitta gap. O'sha tahlilda davom etamiz. Tahliliy grafikalar yaxshi chiqqan, real hayotdagi odamlar ham o'xshash. Rejissor ham biladi nima qilishni. Ular ham o'zini qiynab o'tirmasdan oddiy shu multfilmli ajdarlarni olib, sal o'zgartirib qo'yishgan. Odamlar ham o'sha Ajdarlar o'rgatuvchilar kinosi 2025-noyabr oyida chiqadi. Sizlar agar o'sha kinosi chiqishi bilan ko'rmoqchi bo'lsalar, yuqori formatda o'zbek tilida men o'zim Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, yangiliklardan quruq olib ketmaysizlar. Xo'sh, keyingi videom qanaqa bo'lishini kommentariyaga yozib ketinglar. Xayr salomat bo'ling. Sizlar bilan yana Ardamil Bekurjon bo'ldi. Javob beraman hamma javob, kanalimizga obuna bo'l tezda davay. Ko'rsan suhbatlarni, tahlillarni, davay tezma qilsan obuna davay. Barchaga rahmat davay, bitta videoga like bosib ket davay.